Navbatdagi qahramonimiz Turkiston jadidchilik harakatining rahnamosi, publitsist, dramaturg, jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiy. Buyuk vatanparvar, yassaviy avlodidan bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yil 20-yanvar kuni Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida dunyoga keldi. Otasi muftiy Behbudxo'ja islom dinining yetuk mutaxassisi sifatida dinga oid bir qator maqolalar, ilmiy ishlar olib borgan. Aynan shu muhit qahramonimiz qalbida ilmga bo'lgan muhabbatning bolalik chog'laridan shakllanishiga sabab bo'ladi. Behbudiy otasining vafotidan so'ng qozixonada mirzalik qiladi. O'sha paytlari u 18 yoshda edi. Tez fursatlarda qozilik, muftiylik lavozimlariga ko'tariladi. Mahmudxo'ja nafaqat kitoblar mutolaasi, balki gazeta va jurnallar o'qish bilan dunyoda kechayotgan siyosiy o'zgarishlar bilan tanishib boradi.